istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirab yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda o'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun 22-dekabr sanamizda Oltin Saroy Vazngohiga tashrif buyurdik azizlar. Bugun Oygul opamizni Shukrona kunlari munosabati bilan farzandlari tomonidan tashrif buyurdik azizlar. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Marhamat. Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan aziz dindoshlarimiz, barchalaringizga Allohning cheksiz salomlari bo'lsin deya yana sizlarga mana shunday muborak kunlar muborak bo'lsin deymiz azizlar. Mana shunday atroflaringizda, oralaringizda mehribon onajonimiz hamda aziz onajonimizni bugun shukrona kunlari edi. Onajon, bugun sizni shukrona kuningiz munosabati bilan mana shunday sizni yoningizga tashrif buyurdik onajon. Ayta olasizmi, bugun sizni xursand qilishlik uchun kim tomonidan tashrif buyurdi deb o'ylaysiz? Farzandlarimda, o'g'illarim, qizim, go'zal qizim, yaratgan. Albatta onajon, bugun sizni azizdan aziz farzandlaringiz nomlaridan tashrif buyurdik. Albatta mana shunday shukrona kunlar, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin deymiz onajonimiz uchun. Chiroyli qarsaklar bilan, olqishlar bilan onajonimizni olqishlab qolamiz. Qabul aylang tabrigim bugun o'zgachadir siz tug'ilgan kun. Sizga tilaklarim ko'pdir shu bugun. Allohim barini ijobat qilsin, hech ham yuraklarda qolmasin tugun. Doimo baxtli yashang tilagim shudir. Yaqinlar baxtiga bo'ling siz omon, ma'noli, mazmunli o'tsin bu umr. İnsonga so'zingiz bo'lsin bir darmon, doimo mangu yashang tilagim shudir. Mana shunday onajon shukrona kunlar, tavallud ayyomlar yana bir bor muborak bo'lsin deymizda. Onajon, men bu yerga kelishdan oldin sizni farzandlaringiz bilan, Gulmiraxon qizingiz bilan suhbatlashgandim. Ayta olasizmi, bugun sizni onajoningizni qanday sizlar bilan xursand qilay?
qanday sizlar bilan tabriklab qo'yay deb so'raganimda, ular menga aytdilarki, bugun meni mehribon, aziz onajonimning Shukrona kunlari. Ularni shunday so'zlar bilan tabriklangki, shunday so'zlar bilan xursand qilingki, ammo ularga oz dedilar. Ular aytdilarki, onajon, biz sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Ilohim, mana shunday kunga bizni yetkazganingiz uchun, bizni tarbiyalab, shunday qilib voyaga yetkazganingiz uchun, albatta tunlarni bedor biz uchun o'tkazgan kunlaringiz uchun, onajon, sizga ta'zim qilamiz. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Allohimning panohida bo'ling. Hovlimizni metin irodali farishtamiz, go'zal onajonimiz, mehribon onajonimiz doimo to'y tomoshalarimizda bizni yonimizda doim bizga tirgak bo'lishlik nasib etsin onajon. Ilohim umringiz ziyoda bo'lsin. Inshaalloh doim Allohimning panohida bo'ling. Nasib etsa niyatimiz bor. Sizni haj safarlariga jo'natishlik nasib etsin deb niyat qildilar farzandlaringiz onajon. Inshaalloh mana shunday sizni haj safarlariga, ziyoratlariga birgalikda borishlik nasib etsin deymiz onajon. Albatta shu farzandlaringiz tomonidan yana ozgina vaqtingizni ayamasangiz, farzandlaringiz uchun sizga atalgan chiroyli shirin misralarimiz bor edi. Agar ruxsat bersangiz sizga o'qib eshittirmoqchimiz, rozimisiz? Rahmat kattakon. Ishlarim yurishib ketsa galmagan, kamlarim, g'amlarim bo'lsa butun hal, dunyoni bir chetga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman. Kaftidan qadog'i ketmagan hamon, men nodon qadriga yetmagan hamon, mehrimga hech davo etmagan hamon, onajonimni Makka tillolarga olib boraman. Qo'yganman ko'nglimni ko'ngliga solib, orzuyim o'shalmay ketmasa qolib, yo'l bo'yi ortimga orqalab olib, onajonimni Makka tillolarga olib boraman. Men yomoni u yaxshi ko'rgani haqqi, bormasam kelib hol so'rgani haqqi, jonidan menga jon bergani haqqi. Onajonimni Makka tillolarga olib boraman. Dunyoni ortidan ketsam gar yiroq, kutuvchim ko'z yummay o'chirmay chiroq. Yuzida ajinlar, sochlari oppoq. Onajonimni, mehribon onajonimni inshaalloh Makka tillolarga olib boraman. Onamdek mehribon kishim bormi yo'q? Bo'lakim bunchalar menga zormi yo'q? Chin do'stim, farzandim, jigar yormi yo'q? Onajonimni, inshaalloh onajonimni Makka tilolariga olib boraman deb niyat qildilar farzandlaringiz onajon. Tabriklaymiz. Mana shunday shukrona kunlar onajonim ibodat bo'lsin deymizda. Albatta sizni farzandlaringizni o'zlaridan dil so'zlarini eshitasiz onajon. So'z navbatini albatta qizingizga, keliningizga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Onajonimni, mehribonimni, jannatimni qilgan kunlarga xush kelibsizlar. Ayamga tilagim bu kundan keyin o'zimni ham tug'ilgan kunim har doim so'raydi, qayga chiqsak senga sovg'a olib beray, nima olib beray deydi. Men sizga olib beray, nima aytiring deyman. Bittagina sovg'a so'rayman. Har yili tug'ilgan kunimda bir yil o'tib ham biron joyim og'ridi demasligini xohlayman. Menga sovg'a shu faqat. Hech narsa kerak emas. G'illoflar, kiyim-kechak hammasini o'zim olaman. Ayam tufayli ko'pim yetadigan darajaga yetkazdirdi. Shunisiga shukr qilaman. Doim, har doim men bilan bu 60 yoshga kirganimda men yonimda turib, tug'ilgan kunim bilan qizim deyishingizni xohlayman. Har yil. Boshqa hech narsa kerak emas. Doim yonimda. Ayajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim 100 yoshlarga qiling. O'g'illar berib qo'ygansiz uchun menga rahmat, ming rahmat sizga. Nimani bilmasam o'rgatdingiz menga. Opam bilan qo'shilib, Dajon bilan qo'sha qilib har doim bizga baxtimizga sog' omon yuring.
xohlaymiz. Ayajon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Kattadan katta rahmat aytamiz sizlarga ham, ilohim sizlar ham onajonlaringizni baxtlariga. Onajonlaringiz sizlarni baxtlaringizga ilohim sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsin. Onajon, mana shunday farzandlaringizga ko'z tegmasin. Ilohim mana shunday tarbiyalaganingiz uchun ham ko'z tegmasin. Albatta hamma ko'rib havas qildi desam mubolag'a bo'lmaydi. Ilohim mana shunday yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum hech qachon arimasin. Albatta o'zimizni nomimizdan ham sizni chin qalbimizdan tabriklayman. Men bu yerga kelishdan oldin Gulmiraga aytgandim. Ayajoningizni juda ham yaxshi ko'raman deb niyat qilgandim. Ilohim mana shunday umringiz uzoq bo'lsin. Juda ham mana shunday shirin so'zlarga, mehrlarga loyiq ayolsiz. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Kimdadir dil so'zlar bo'lsa albatta kelishlaringiz mumkin. Bormi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana shu Oltin saroy bazmgohida qatnashuvchilar. Mana bugun men uchun mehribon, onamdek, otamdek, g'amxo'r, nasihatgo'y, dardimga darmon, jonimga malham bo'lgan singlimni tavallud kuniga. Avvalambor singiljonim, Allohim seni hamisha qo'llasin. Farzandlaringni oldiga sog' salomat, rizqli barakali, duolaring ijobat bo'lib yursin. Mana shu qizing ham o'zidan ko'payib, kuyov bilan qo'sha qarib, qo'sha pir bo'lsin. 3 ta o'g'ling doim tog' bo'lsin. Kuyov bilan qo'sha qarib, qo'sha pir bo'lgin. Nevara, chevara, evara to'ylarni ko'r. Yana men Allohimdan so'rayman sen uchun 3 ta o'g'ling, chiroyli, go'zal qizing, xo'jayiningda seni hoji ona, hoji bobo qilsin. Yaxshi joylardan uylanmagan jiyanlarimni bosh qosh bo'lib kuyov bilan uylantirgan jonim asalim. Sen juda bizaga keraksan. Mana shu yerda o'tirganlarim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Tilla qizim, go'zal qizim, ishingga omad. Mana shu davlat ishlarida ishlashda hech qachon charchama. Odamlarni kulgisini, mehrini olgin. Allohimdan nazar tushirsin sizlarga ham. Rahmat onajon, sizga ham kattadan katta rahmat aytamiz. Ilohim siz ham sog' bo'ling, salomat bo'ling, umringiz ziyoda bo'lsin. Sizni ham mana shunday yaxshi kunlaringizda xizmat qilishlik inshaalloh nasib etsin deymiz. Onajon, yana bir bor shukrona kunlar muborak bo'lsin deymizda. Albatta men doim mana shunday tabriklarga kelganimda onajonlarimizni duolarini olmasdan qo'shiqlarimni boshlamayman. Onajon, so'nggi so'zni o'zingizdan eshitamiz. Chiroyli qilib duo qilib qo'yasiz, keyin sizni birgalikda chiroyli raqslarga taklif etamiz. Assalomu alaykum, mehribonlarim, jigarlarim, farzandlarim, kelinim, qizlarim, yaqinlarim. Men sizlarni mushirga kelib, meni tabriklash uchun kelganlaringiz uchun sizlarga avvalambor o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Hammalaringiz sog' bo'linglar. Sizlarni ham farzandlaringiz mana shunday quvontirsin. Meni farzandlarim 3 baquvvat o'g'lim, yolg'iz qizim bo'lgan. Men ularga eng avvalambor Allohimdan, buyuk egamdan ularni doimo sog'-omon saqlashini so'rayman. Ularning ishlariga kishoyishi, pullariga baraka berishini so'rayman. G'oyibidan ketmas boyliklar bersin, farzandlarimni 1-2 bo'lib uylar qursin, to'ylar qilsin, mashinalar olinsin. Yuragini tubidagi barcha orzu niyatlariga erishsin. Hech qachon xasta bo'lmasin bolalarim. Sizlar ham hech qachon xasta bo'lmangizlar. Yolg'iz qizim Gulmiraga Allohimdan solih va soliha farzandlar so'rayman. Bag'rini to'ldirsin, meni ko'zlarimni quvontirsin Ilohim. Hamma duolar bo'lsin. Shu qizimni umrini uzoq qilib, qo'shgani bilan qo'sha qarib, sir farzand bo'lishini tilayman. Hamma farzandlarim sog' bo'lsin. Uylanmagan o'g'illarimga
Allah'ım yaxshi xonadondan iborat, hayoli solihat qiz ato etsin. Ko'zlarimda quvontirsin, ikkita nevaram 100 taga yetsin Ilohim. Hammani xonadoniga tinchlik, totuvlik bersin. Hamma sog' salomat bo'lsin. Yaqinlarini huzurini ko'rishni nasib qilsin. Zilola qizim, sizga ham Allohimdan baxt so'rayman. Shunchalik bir yaxshi ko'rishimni o'zingiz bilasiz. Sizga ham baxtingizni bersin. Farzandlaringizga ham baxtini bersin. Ularni baxtini, kamolini ko'rish sizga nasib qilsin. G'oyibidan ketmas davlat bersin. Boydan boy bo'lib keting asari. Rahmat ammalaring. Rahmat, kattadan katta rahmat. Mana shunday chiroyli duolar uchun onajon, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymizda. Albatta barchalaringizni onajonimiz bilan birgalikda chiroyli raqslarga taklif etamiz, marhamat. Jonimga jon mehribon onam o'ynasin, ko'nglimni qilib osmon onam o'ynasin. Jonimga jon mehribon onam o'ynasin, ko'nglimni qilib osmon onam o'ynasin.
yoqimli ishtaha yana bir bor. Hozir gashtakchilarda so'zlari bor ekan, keling onajon yo'llariga. Assalomu alaykum, hurmatli dugonajonlar, gashtakjonlar, fitnesschilar, hammalaring xush kelibsizlar. Mana davkash ahlida yig'ilibsiz. Sidqanga mana shu yerda o'tiribdilar. 91-yil men to'y bo'lib kelganimda hozir mana 8 ta dugonalarimni hammasini qaynasi gashtak o'ynardi. Xuddi mana shu sostavda kelinlari endi bizlar yana shu nima deydi an'anani davom ettiryapmiz. Sababchisi mana Sidqo yangam. Qizlar hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xushkalaringlar, qo'sha qaringlar. Oygul siz ham iloyim nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatingizga yeting. Allohim bu yil beshik to'ylariga xuddi mana shunday magiyigiz bo'lmasa ham bittasini bersin, tinchini bersin. Beshik to'ylariga o'ynab ketay. Gulmejon, iloyim aytmasak ham kiramiz bolam. Ilojimiz yo'q. Hozir biza qochib hali nima deydi, anchani tagida yashinamiz. Hali damas darqasida o'tiramiz. Qochinglar, Oygul chiqyapti, beni qaga qochishimizni bilmaymiz. Hali boramiz, muhabbatli fitnessini ichiga kirib olamiz. Chiqmanglar, Oygul ko'radi deydi.
aha ko'rursiz desam, yo'q, sürpriz qilamiz dedi. Gulmira qizim, mana biz birga o'tirdik, kutilmagan sovg'a bo'ldi. Biz buni kechasi bilan o'ylab chiqdik, ketdik. Nima qilsak, qanday qilsak, bizga kelib, nima qilamiz kelib, nimaga topolmasin, bir nima qilamiz dedim. Mana Oygul, xursand bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. O'zimiz katta sovg'amiz bor, padarkalarimiz berdik. 12dan keyin kelamiz, tug'adimda, yangam rahmatli xolam. Bizlar maydaligimizda birga o'sganmiz, bitta qishloqda katta bo'lganmiz. Birinchi bu kishi meni oldin o'qigan, men bu kishidan keyin o'qiganman. Baxt digonada. Allohdan nasib bilan yana bitta qishloqqa kelin bo'lib, yana digona bo'ldik. Hammalaringga rahmat, sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Gulmira seni Allohim berganiga, mana shu ayangni nima deydi, e'zozlaganing uchun senga rahmat. Hammani farzandi senday bo'lsin. Sen onang uchun, onang sen uchun. Hammalaring sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Sizga siz ham yuzga kiring. Sizga gap-sapda boshi sizdingiz, mana oxirida biz davom ettiryapmiz. Mayli, sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Sizga ham kattadan katta rahmat aytamiz. Ilohim siz ham sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Mana shunday to'y tomoshalar ko'p bo'lsin. Inshaalloh sizlarga sherik bo'lish bizga ham nasib aylasin deymiz. Yana shuni aytamizki, yaqinlashib kelayotgan yangi yil bayrami bilan barchalaringizni muborakbod etamiz. Albatta bu yerda hech qanday begonamiz yo'q ekan. Opajonimiz, xolajonlarimiz, barchalaringizni bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Barchaning uyiga baxt, sihat, salomatlik, sog'lik hamroh bo'lsin deymiz. E'tiborlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Chiroyli sizlarni fotosessiyaga taklif etamiz. Rahmat sizlarga.